Marhamatimizda kunuzgacha chiqib ketgan somsalar haqida eshitganmisiz? Aytgancha, yeydigan somsalar. Marhamatimizdagi ko'pchilik Mirkomil ota oshxonasini faqat somsalar bilan tanishadi. Lekin bizda osh, lag'mon, uning ichidagi go'shtlarni qarang. Do'lma, uning ichidagi narsalarni qarang. Sochni va stochni shashlilarimiz. Hop, joylarimizga keladigan bo'lsak, bemalol kelib o'tirib ketaverasizlar, stol-stullar bor. Alohida kennayamlar uchun ham hojaga tepaga joy qilib qo'yganmiz. Lokatsiyalarimiz sentrda, zavodning yonginasida, tilafurush opalarda ham yonida turibmiz. İnsan namı uçmagan